Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar. Mana bugungi ishimiz ham tugadi. Bugun 2025-yil 17-mart. Bunimiz ofshi patologi, stechkasi, mana lilonimlari hammasi bitti. Bu kuhnimiz 550 ga 250 bu xonani razmeri. Hali bu yerda mana bu yerlarda nima mebel bo'ladi. Mana bular yopilib ketadi hammasi. Santexnika nimalarimiz. Ofsh. Bu stenamiz orqasi shlaka blok terilgan. O'tiplina qilib, profildan karkas to'qilib, gipsokarton bilan обшивать qilib chiqqanmiz. Ofshi stenani 64 kvadrat ofshi xonani ichi. Balandligi 30. Balandligiga ham e'tibor beramiz. Tepamiz Dekor Plus patolog. Men bular ofshi mebel bilan yopib beramiz dedi. Ko'kni ichiga qilib berdik. Suv muzlamasligi uchun qishdan kunlari ofshi mana bu tipa pasi mebel bo'ladi. Zakaz berilgan mebelga. Narximiz Demoxod gaz plitani ustuniki. Aristonimiz 80 talik. Suv bochkamiz 500 talik. Kirmoshinamiz. Motorimiz EPO firmasi 1 yil 3 yil garantiyasi bor. Bu 3 tali filtrimiz. Bu glavni kraynigimiz ofshi uchadi. Sovuq suvdagi kraynigi, u tepadagi issiq suvdagi ofshi. Ofshi montajlari bilan ofshi bo'lgan.